Menimcha pomidorlar haqini hamma bilsa kerak o'zalajon. Agar dumchasi 5 ta bo'lsa, bu o'g'il bola bo'ladi, shirin bo'lmaydi. Dumchasi 6 ta bo'lsa, qiz bola pomidor bo'ladi, shirin bo'ladi. O'shanisiga asoslanib pomidorlarni olsangiz, menimcha pomidorlar haqini Kavet qil. Transgender bo'ladi. Dumchasi 5 ta bo'lib, shirin bo'lib qolsa, shunda hezali pomidor. Tuma bobosi sunnat qilingan bo'ladi. Женский pomidor bering, deymizmi deydi. Sinab ko'rdim, yolg'on ekan. Меня зовут Конор, и мы это проверим. Как это работает на самом деле? Bilmadim, lekin birinchi marta eshitdim buni. Sinab ko'rish kerak ekanligi. Qovunni eshitdim, lekin pomidorni mayli. Qarab turibsiz-ki, ag'naba nima qilyapsiz? Sanayapman deb bitta ikki. Blokotda davay. Qarang, pomidor ham shokdagi. Pastga qarayapsiz. Iftor bo'ylab pomidorlar so'rab oladi, lekin agar o'g'il qiz oladi, pishirmagansan o'zi.